Ona qaranglarda, endi bundan buyog'iga A sinf ham, B sinf ham, J sinf ham, M sinf ham, S sinf ham, J sinf ham maza qiladigan bo'ldi. Chunki men shuna chiroyli joy kelganman. Videoni oxiriga ko'ring, obzorini ko'rsataman. Обязательно eng yaxshi ko'rgan o'rtog'ingizga bitta jo'natib qo'yasizlar. Sinfdoshlar kelib maza qilib o'tirib ketasizlar. Assalomu alaykum, boyota, sizmisiz? 5 kuncha choyxonamizga xush kelibsiz. Mazangiz yo'qmi aka? Sizni davoyingizni sheyda topamiz aka. Sovuq o'tib qoldimi? Uni ham iloji bor. Bizning mahsulotlarimiz 1000 dardga davo. Hozir bizni broidimizda asosiy mashhur qilgan narsani aytaman. Qashqaldoq. Ishonavering, shuna issiqlik, betga kelasiz. Xolasangiz jo'ja, xolasangiz xonakda o'q. Yo'g'oy o'rdaklarimizga dur bor. Mana qarang, burdadan X sovorasiz. Mana yurakchangiz bor, tez uradigan yuragingiz. Ey, shuna baquvvat bo'lib ketadi. Aka, quvvatingiz pastmi? Men sizga haqiqiy quvvat dorini aytaman. Mana qarang. Buni yemagan mushukni o'zi yo'q-a. Bundan X sovorasiz. Mazada ana ko'ring, sizni bor, hech kim eplanmay qoladi. Beding, akajonim, to'rt bilan maza qilib baliq yeyman deyapsizmi? Men sizga o'sha joyni topib qo'ydim. Mana holatni qaranglar. Voy. Mana pishdi u yog'i. Voh, falokat bo'lamanda. Yomon ketdi, ha? Ana uni qaranglar. Betga kelasiz, o'rtoqlar bilan maza qilib ketasiz. Eng asosiy joyini aytaymi? Xohlasangiz cho'qqa, xohlasangiz yoqqa. Eng kamiga bu yerdan qaltanaq topolmaysiz. Mazami? Ana uni qaranglarda, endi bundan buyog'iga faqat sizlarga maza bo'layotgan bo'ldi. 5 kuncha choyxonamizga kelasiz. 5 kishimisiz, 10 kishimisiz, 40 kishimisiz, 30 kishimisiz, farqi yo'q. Biroq telefon qilib qo'ysangiz, xonamizni zaynat qilib qo'yamiz. Kamiga gap bermoqchimisiz? Magazinga borishim kerak, bozorga borishim kerak, narsa olishim kerak deyapsiz-ku. Men sizga o'sha narsani yechimini topdim. Biroq telefon qilib qo'ysangiz, xohlagan assortimentingizni qilib beramiz. Kamiga bitta suv ichsangiz, bitta suvga to'laysiz. Mazami? Olki asosiy joyini ko'rsating. Mana shunchasini ko'rdim-ku, lekin bunaqa tandirda dimlangan qashqaldoqni ko'rmadim. Oh maraz, yomon ekan. Ko'zi sho'rvalarimiz ham bor. Aka, ko'rsatgan taomlaringiz zo'r ekan, lekin biz oila bilan ega bora olmaymiz desangiz, xohlasangiz dastlabki xizmatlarimiz ham bor. Xohlasangiz Amerikada olmaysizmi? O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz bor. Manzilimizni aytamiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Buvayda tumani 5 ko'chada joylashgan, kamiga 5 ko'cha choyxonamiz. Xudo xolasa bemalol kelaverasizlar. Tushunmaganlarga pastga nomerlar qo'yib qo'yaman. Bemalol aloqaga chiqib, xonalarni zaynat qilib qo'yaverasizlar. Har doimgidek joninglar sog' bo'lsin.